Yo'lshunos, mutaxassis va xalq ta'limi sohasi vakillari Qo'rg'ontepa tumanidagi 30-davlat ixtisoslashtirilgan maktabida bo'lishib, buyuk ijodkorning hayotiga bag'ishlangan darslarda ishtirok etishdi. Mehmonlar o'quvchilar tomonidan adibning bosib o'tgan ijodiy yo'li, bolalik xotiralari va uning jahon adabiyotidan munosib o'rin olgan asarlari bo'yicha olgan bilimlarini guvohi bo'lishdi. Ushbu darslarda Aytmatovning Jamila, Oq kema, Asrni qaritgan kun, Momoyer, Alvido Gulsara asarlari hamda tanlangan hikoyalar to'plami asosiy mavzu bo'ldi. O'z navbatida Qirg'iziston Respublikasidan tashrif qilgan mutaxassislar darslar qirg'iz tilida olib boriladigan ushbu maktab o'quvchilarining bilimlariga yuksak baho bergan holda, mamlakatimizda har ikki davlat rahbarlarining qardosh xalqlarni birdamligi va do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlanishidagi sa'y harakatlarini alohida ta'kidlashdi. O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasining do'stligi tugalik ligatdan kelayotgan mana O'zbek Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezidentga kelgandan beri bu do'stlik muomalasi sayinlari to'g'ri denglarga chiqib, ikki jahon muomalasi kuchayib, ayniqsa mana shu bilim berish jihatida da yaxshi xizmatlashib boshladi. Chingiz Aytmatovning qanday o'qitish kerak, o'shaning metodikasi bizda qanday o'qitiladi. Biz o'zimizning tajribalarimiz bilan bo'lishdik. Ana bu maktabda Chingiz Aytmatov bo'yicha qanday ish-chora bo'ldi. O'sha bilan yaqindan tanishdik. Ana bu jaqdagi rayondagi qirg'iz tilli maktablarda qirg'iz tili adabiyoti muallimlarini til o'sha adabiyotdagi ayrim usullar bilan bo'lishdik. Darhaqiqat, Chingiz Aytmatovning dekabr oyida bo'lib o'tadigan 90-yilligi mamlakatimiz prezidentining qaroriga asosan O'zbekistonda keng nishonlanishi ko'zda tutilgan. Aynan shu qutlug' sanaga ushbu ta'lim maskani ma'muriyati va o'qituvchi ustozlari ham munosib tayyorgarlik ko'rishmoqda. Maktabimizga Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahardagi bilim berish boshqarmasidan mehmonlar keldi. Ularning kelishining negizgi maqsadi bugungi kunda shu O'zbekistondagi maktablardagi qirg'iz tilini o'qituvning jami usullik metodlari jurnida. Jana o'shanda mana Jurtboshi jaridan respublikamizda chiqqan ukaz negizida Chingiz Aytmatovning 90-yillik yubileyi keng belgilanmoqda. Shu maktabimizda shu Chingiz Aytmatovning 90-yillik yubileyi negizinde çok değerlikler koyduk. Şu değerlikler negizinde şu biz Allah'tan bizler şu jubileyinin 90 yıllık maharekenin ötközülüşünü korsötüp verdik. Bugün şu mektebimizde Ancal Oblası'nın ilgili bilim bölüm başkarmasıdaki Kırgız mektepleri, Jalakuduk rayonundan, Hocabat rayonundan, Bulakbaşı rayonundan ve özümüzün rayondaki Kırgız mektebinin muhabirleri keldi. Atoqli yozuvchi Chingiz Aytmatovning 90 yilligini munosib kutib olishga bag'ishlangan bunday tadbirlar mamlakatimizda, jumladan viloyatimizda keng ko'lamda olib borilyapti. Bugungi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'nan yetuk